Men Qosimova Nigora tabobat shifobaxsh maskanida ishlayman. Biz maskanimizda hamma izolyatsiyalar mavjud. Bulardan parafin muolajasida men xizmat ko'rsataman. Parafin bilan davolashni foydalarini aytib o'tsam, parafin issiq muolajalarga kiradi. Asosan shamollashda oladi. Issiqligi hisobiga tanadagi qon aynashlarni yaxshilaydi, qonni suyultirishga yordam beradi. Parafin bel og'riqlari, oyoq og'riqlari, ichakdagi shamollashlar, yelka, bo'g'im kasalliklariga davo bo'ladi. Parafinni biz 15-20 minut vaqt davomida qo'yamiz. 10 kun, 15 kun olinadi. Shunda yaxshi foyda beradi. Parafin tarkibi shamdan iborat. Unga azakiri dorisi qo'shilib, muolajaga tayyor bo'ladi. Parafin issiq, elastik holatda bo'ladi. Uni tanani kuymaydigan darajada qo'yib ishlatamiz. Kimda ham shamollash, bo'g'im kasalliklari, ichak kasalliklari, erkak va ayollardagi jinsiy a'zo kasalliklari bo'lsa ham parafin yaxshi foyda beradi. Bizga murojaat qilishlaring, bizdan foyda topib ketishlaringga ishonamiz.